Assalomu alaykum, sizlar bilan Garaj 21 o'z. Bugungi sonimizda Navoiy mashina bozorimida aralash narxlarni bir ko'rib chiqamiz. Orada qisqa aytib o'tib ketamiz, bir ikkitalarni to'liq obzor qilamiz. Kimgadir yoqadigan bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiring. Xo'p, 2021-yil, 2020-yil oxiri, 21-yil boshlarida chiqqan Nexia 3 holatda assosinasi yaxshi, benzindan yuradi, hech qanaqa ayblari yo'q. Mana motorlar ko'rib turishingiz mumkin. Maslagini yaxshi chotkadagi turibdi, hech qanaqa moy-poy yemaydi. Normal hadoylari ham chotki joyda turibdi. Balolar 4 ta mehka balolargacha bor. Ko'rib-turasizlar. Shunaqa yedirib ketmaganga. Salonlar holat ko'rib turganingizga ajoyib turibdi, hech qanaqa o'zgartirishlar kiritilmagan. Yurgani 26,000 yurgan. Ulargacha bor. Avtomat korobka vahsha idealni qilib qo'yibdilar. Bu sekargina qo'yib, mana odamlar ko'rib qiziqyaptilar. O'sha paytdan boshlab orqa tomondan ko'rinishlari mana shu kengayib turibdi, hech qanaqa qirilib kraskalargacha toza. Hamma sert sharoitlar bor ekan. Shuni olib haydashingiz kerak. Narxini Hadi parasitlar ko'p dunyoda deylik. Narxini 120 deyapti, o'sha 119 larga berib oladi. Nomer yozib qoldiramiz pastga. Nexia 2 Legenda 2013-yilgi motorlar cho'tkada turibdi. Kraskasi faqat kapot bilan ozroq o'rnida bor, boshqa joylarda yo'q. Qolgan hammasi cho'tkada normalgina turibdi. Balolar holati ham yaxshigina turibdi. Salonga o'tamiz. Salonlar holati ham ideal turibdi. Sassanasi yaxshigina, hech qanaqa ishlar yo'q. Normal holatda turibdi. Ichki holatini ko'rishingiz mumkin. Metallargacha bor, sassanasi yaxshigina turibdi. O'shanaqa holatlar. Narxini qancha deding? 60 million so'm, 59 million so'mga berib o'tiradilar. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastga nomer yozib qoldiramiz. Shu nomerga aloqaga chiqib, murojaat qilishingiz mumkin. 2012-yilgi Matiz holatlari yaxshi turibdi, metallarigacha bor, plastik gidravlik kondisionerlargacha bor. Sassana yaxshi turibdi, hech qanaqa o'zgartirish bo'lmagan. Kraskaga keladigan bo'lsa, kraska oldek ana bilan kapot bilan petnos bor ekan, kirdoda, boshqa joylar holatlari yaxshigina turibdi. Balon holatini o'zlar ko'rib turganlaringiz, o'zingiz baho berib, kommentariyaga yozib keting, qanaqa ekan holati. Ichki holatlarni ko'rishingiz mumkin. Kondisioner borda boya adashib qolibmiz, uzr. Holati yaxshigina, hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan. Tasvirasi yaxshi ekan. Xo'p, orqa tomonda ko'rishlari metallargacha bor, hech qanaqa qilayotganlari yo'q. Narxini qancha dedingiz? 45. 45. Bir 44 ga beraverasiz. 42 ga beraveramiz. 42 ga beraveramiz. 42 ga beraveramiz. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomeriga murojaat qilamiz. Hop, 2019-yilgi Spark ko'rib turgan sassanasi cho'tka udor turibdi, hech qanaqa motorlari yaxshigina turibdi, metallarigacha bor, motorlar umuman moy yemaydi, sassanasi shu udargina turibdi. Umuman shekani olib haydashingiz kerak. Balolar holati yaxshi. Salon holati yaxshi idealni turibdi. Adashmasam mejgapok bor, yo'q, ko'rganda bo'lyapman. Lekin yaxshi idealni hechchalardan sepib, alohida e'tiborchan berganlar. Kondisionerlar ishlab turibdi, yaxtakina. Orqa tomonni ko'rishlaringiz mumkin. Hech qanaqa kraska yemagan, urilgan joylargacha yo'q. Hammasi chotka yaxshi asosida turibdi. Narxini 88 deyaptilar. Где-то 85 yo 86 larga beraveradilar. Kimgadir qiziqtiradigan bo'lsa, pastga nomer yozib qoldiramiz. Shu nomerlarga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Cobalt 2021 mexanikalar bor. Yevro pozitsiyasi, metallarigacha bor. Shu hamma navorcha cho'tka udar, yevro variant bo'lgan shu udar. Olib shuni ham bilishingiz kerak. Naqdga bir xil qilamiz aka. Ikkalasi bir xil. Ha, foiz qo'shilmaydi, kredit narxi 135 million so'mga beriladi. 135 million so'mga shu beraveradi. Bemalol olib haydashingiz mumkin. Xo'p, keyingi esa Cobalt. Cobalt ham bor, aka, skidkada. Skidka narxiga javob beramiz. Kraskalarga javob beradi, bemalol. Qo'likchi hol hamma xarajat qilingan. 135 million kichkina beraveradi, narxga sar joyida sana beraveradi. Balonlar hammasi cho'tka.